Olim qanday olim yaxshimi? Men yerda 12 kerim bo'lib ketdi. Ya qurultaydikilar ekan deyman, ba'zan Adil Chinar bo'lamdi, Toshmamatlar bo'lamdi, hammasi jimib ketibdi. Shularniki shu. Nochalik qolmamdi. Ya akşam abchikir kamlarnikida o'tag'an to'q. Dilyarning ballardan Ilshat bilan Absalom keldi. O'tasak shu men shu Germaniyaga berib qo'ysam, Gözera Toshmamatning jiqlari qachilab, qo'shamat qilib, voy nimaga kelibdi, jidal qilg'ichligi yo'q piyalanib, bir Uyg'urning ishini qilamiz, biz jidal qilmaymiz deb gap so'zlab o'tdi. Akşam shu tepaga chiqib, so'ron qilib o'tag'an chog'da shu paranglar bo'ldi, deb anglab o'tadim. Qo'ng'iz kimani deb qo'ydim, jiq yaqinmadim. Hem demek çoğunum şu taylık ya bular şu aldığı varsan şunçiliklik ya. Ya akşam nemenin gibi Dilyarning ballarımı yakıldı. Hem de ordu olsun da bizim teşkilatı kır. Ben de bana aile yapıyor. Ben meydanımın en akış patlap koydum. Ben teşkilat kırmayayım. Ben dedim adanam. Onun da ki adanam çıkıp kazana vada dedim. Andan keyin vatan davosini qilish bilan shu o'zimizning do'stlar bilan isladimiz ham bilasizlar. Shu istirkam, olim Nijat, Zumrat adash biz va'da berishganlar, bu yo'ldan chiqib ketmaymiz, biz tashkilot qurmaymiz, tashkilot kirmaymiz, biz to'g'ri yo'lda boramiz, kim to'g'ri ishni qilsa qo'llaymiz, xato ishni qilsa oldiga chiqamiz. Shundoq biz avangardlar deb gapni qilib qo'ydim. Olim, sening maydoning nima bilaman? O'tkirninkini ko'rdim, Zulqimar sonimizdan bir amal bir qillarni qilib berib ko'rdim. Zumrat adam bilan ikki qitim naq maydonda biz ko'rishdik, bir Shvetsiya keldim, men bir bordim. Ba'zi yerlarda men bilmayman, sizlar men tashishim ketmasligingiz mumkin. Lekin men har bir o'ttaga yerimda, mana Gollandiyada to'y bo'ldi tunugun. O'lish kun, ashtagan kuni voy ballar degan kelib aparamiz, unda dedi men bormadim. Bakın bu bu vaqt sizlarga rasmlarni kelib bo'ladi, bu gap so'zlarni kelib bo'ladi. Mening maydanimni aniq, men tunugun ballarga maydanimni aniq isbotlab qo'ydim. Bu yerda ham bakchiqga qilishning hojati yo'q. Balkim sizlar ya menga ishlab ketalaysizlar, balkim ishlab ketolmaysizlar. O'tganda men masjidda Dilyarga ya bu mushtaq qilsanglar mamdu o bu deb bakmas so'k ketmankanman. O gap yaxshi Zumrat adam ketibdi. Zumrat adam qopib fukam bu Dilyarga dadingiz, esingiz hech nima qilib bermaydi, o tashkilotchi o bu nemişkaş takılsız deb dedi. Ben tirişiyotmam de hammasini bo'lsa, masalan, Salihni olamdi, Dilyarni olamdi, kimni olsun bir ish qilsa, bir vatan millat qutulsa degan umidda qara. Sen buni aytibni tushunding balkim. Men taraf tutmayman. Hech kimning tarafini tutmayman. Men faqat shu yo'lda, shu 10-oy, 11-oy, 12-oy, 1-oy adanam chiqsa, bu alo deysam, anandikin Eylaqqa Zumrat adam yasatqandek narsadan ben yasatsam parlament oldida kirib ketmayman. Yani davomli qishimni qilaverma. Men tug'liq, ya'ni shu tug'liq boshqa yerda yo'q. Shu sizlarning yininglarda, sizlarning atrofinglarda boshqa yerga ketmayman, ammo men bir aram seni masalan sening oilang bor degina. Sening oilang va qanday bo'lsa ayoling va sen munosabat o'tkazib tursa, Zumrat adamning 2-3 bolasi bor qara. Men o'zim yolg'iz turma degina. Mesela abçıkır kamne çıkadamlar mesela Zumrat adamlar bulamdı bazılar yaqtırıp ketmeydi. Mesela sen yaqtırıp ketmezken mümkün. Ben de özüm yalnız olgan ki hem adamını bırakla qarayıp ötüp ketemeyim degini. Meydanım sizler bilen billa. Müstakillik yolunda bana ata-onamning davosida billa bana onun da hech qanday gap yo'q. Can pida qilamiz, can berma, pul pida qilamiz, pul berma, iqtisod berma. Hatta Nadirem adaşlarımı Germaniyaga nurg'un gaplarni deyishib qo'yib keldik. Onun da gap so'z yo'q. Mesela Salihni qo'llash jihat olamdi. Zumrat adashning endi turish jihat olamdi. Mesela aniq endi maydon isbotlab. Hammaning endi men bor. Balkim sizlar mesela Abshukurning uyida qo'nib, baraq ishib, bunda qilishim, Dilyarning ballar bilan ko'rishib qilishim to'g'ri ko'rmasligim mumkin sen olim, lekin Abchukurnga kelgandiki ular keldi men yoqdimidim, ko'rishdim, idealarini anglab baqdim. O'zining shu gapi bo'yicha, shu o'zining nishoni bo'yicha
Olam aniq gapni qildi Abdusalammi. Misol, to'g'liq biz sen bilan rasm tushmaymiz bugun degandi. Men ham sen bilan rasm tushmayman dedim. Desam shuni ondan qopib biz bir yerga kelgan chog'da seni bizning odamimiz emas deb deyishim mumkin degandi. Men qopib men sening odaming emas dedim. Men to'g'ri yo'lda mangdim chunki bizning to'g'ri yo'limiz bir yerga kesilib qoldi. O vatanning zimin putunligi, mustaqilligi. Desam, u o'zing shu Abdusalam degan ichki ishlar ministrligi o'zing maqsadni aniq mang dedi. Balkim seni bir yerga kelgan chog'da biz qurbonlik qilib o'tishimiz kerak. Qurbonlik qilib o'tishimiz yoki boshqa jamoat narsa seningda kechib o'tishimiz mumkin edi. Sen mendan kechib o'tib, men seni kechib o'tib, hech qanday gap so'z yo'q bu yerda dedim. Sen bilan bir yo'lda emas dedim. Mani olim sen aniq angla. Men aniq maydonimni ifodaladim. Sen mendan kechib o'tib, men sen meningdan nomus qilgan yoki menda hech qanday bir ish yo'q dedim. Ben to'g'ri dedim. Men faqat tillamdim yoki o'biqlamdim. Mening o'zimning ishi. Dilyarim menga degan sen og'zingni buzma bu deganda, Dilyar sen mening beshimni kontrol qilma mengamni. Sen bunda desang, men o'zim bo'lamay, men to'g'ri hamid bo'lamay qolman. Men o'zimningki shu to'g'ri hamidim bilan ekranga chiqman bu dedim deb. Tuniga hamma narsani ustalning ustida so'rinda ichishdik, ammo Ilshad Islom, shu Abdusalam, shu Baxtiyor Nazirning kuyog'i Abdushukurkam ham ustalning ustida o'g'ilvaldek parangimni qilib qo'ydim. Qag'ani hamdi men o'zimning maydonni ifodaladim. Endi ba'zida men işte Abdushukurkamni berib qolman, Nadiradashni borman, Fransiyada bir necha og'aylarim bor. Ular o'xshamagan tashkilotlarda hamda sizlar meni to'g'ri tushunishinglar kerak. Bu to'g'liq ota-onasining shipitaydiga yaqin bizning inimizda bunday qotib deb unda o'ylab qolsanglar yoki shunday bir ideya bo'lib qolsanglar faqat xatolashgan bo'lasizlar. Mening qalbim, mening yurakim sizlar bilan birga. Qanday bo'lsin.